Assalomu alaykum. Mening ismim Jasurbek Jo'rayev. IELTSdan shaxsiy natijam 9. Shu sohada 7 yildan beri o'z faoliyatimni olib boraman. Shu natijaga chiqishimga mana shu 7 yil kerak bo'ldi, lekin boshqa instruktorlardan farqli o'laroq 8 dan 9 natijasiga chiqishimga 2 yilgina kerak bo'ldi. Hozirgi paytga kelganda o'quvchilarim soni 2,5 mingtaga yetgan, ya'ni 2,5 mingta odam qo'limdan o'tgan va ulardan 300 tasiga 7 dan 8,5 gacha chiqishiga yordam berganman. Ixlos School'da ishlashdan maqsadim bu studentlarga 7,5, 8 natijaga oson chiqish yo'lini ko'rsatish va ularga bunda yordam berish. Rezultatlarga keladigan bo'lsak, hozirda 4 ta IELTS topshirgan studentlarimizdan Ixlosda ikkitasi 7 natijasiga chiqdi, bittasi 7,5 natijasiga chiqdi. Ixlos School'dagi o'quv programmasiga kelsak, bu o'quv programma juda optimal hisoblanadi. Nega? Chunki bizda 6 oydan 8 oygacha bo'ladi tayyorlanish va uning ichida har bitta sectionni ustida ishlaymiz va undan tashqari o'quv paytida studentlar ertalabdan kechgacha har bir qiladigan ishi nazorat ostida bo'ladi. Bu misol uchun o'quv markazlaridan juda katta farq, chunki o'quv markazlarida bu narsa nazorat ostiga olinmaydi va shuning uchun ham rezultati ko'pincha past chiqadi. Ixlos School'ni boshqa maktablardan ikkinchi ajratib turadigan jihat bu shundaki, o'zimning tajribamda shunaqa holatlar bo'lgan, 1 oyda, 1,5 oyda, hattoki 2 oyda o'qib 7,5-8 natijaga chiqqan studentlar bo'lgan va xuddi shu sharoitda shu yerda ham ko'ryapman. Ya'ni bu degani o'qituvchidan tashqari yana bitta akademik supervisor bor, o'quvchilar yonida yuradigan va shu supervisor kun davomida studentga qaysi mashqlarni bajarishi, qanaqa bajarishi, mashqlarda yordam berish, ya'ni yonida yurib ko'rsatadigan odam bor. Va undan tashqari Ixlos School'da IELTS studentlar uchun juda katta qulaylik bor. Ya'ni bizda official partnership, rasmiy hamkorlik bor IDP tashkiloti bilan. Bu tashkilot IELTS imtihonini o'tkazadi va agar kimdadir qiyinchilik chiqib qolsa, bizning studentlardan biza to'g'rima-to'g'ri aloqaga chiqib, shu qiyinchilikni osonlashtirib beramiz. Ixlos School'da agar farzandingiz misol uchun O'zbekiston universiteti yoki chet el universitetlariga kirmoqchi bo'lsa va undan tashqari scholarship olmoqchi bo'lsa, mana shu narsada ham yordam berishimiz mumkin. Ya'ni 6, 6,5, 7, 7,5 mana shu rezultatlarga target qo'yganmiz.